Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga bir ayol kelib shunday dedi: "Ey Allohning rasuli, men bir erkakka turmushga chiqmoqchiman. Nima maslahat berasiz?" Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kulib javob berdilar: "Erni ayolning ustida haqqi ko'p. Sen ularni ado qila olasanmi?" Ayol aytdiki: "Ular qanday haqlar?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Agar sen uni xafa qilsang, unda sen Allohga qarshi chiqqan bo'lasan va seni namozing qabul qilinmaydi." "Yana bormi?" dedi ayol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Agar ayol erining ruxsatsiz ko'chaga chiqsa, uning har bir qadamiga gunoh yoziladi. Agar ayol eriga yomon gap gapirsa, qiyomat kuni tili bilan osiladi. Agar ayolning boyligi bo'lsa-yu, lekin eriga yordam bermasa, qiyomat kuni uning yuzi qora bo'ladi. Agar ayol erining molidan o'g'irlab, uni boshqasiga bersa va kechirim so'rab tavba qilmasa, Alloh uning zakotini va sadaqasini qabul qilmaydi. Ayollardan birontasi erini so'ksa yoki unga qarshi so'z aytsa, jahannamda tilidan osiladi." Bu so'zlarni ayol eshitgandan keyin aytdiki: "Ey Allohning rasuli, shu kungacha men turmushga chiqmadim. Bundan keyin ham turmushga chiqmayman." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Sen agar turmushga chiqsang, qancha savob olishingni aytib beraymi? Quloq sol. Agar ering senga Alloh sendan rozi bo'lsin desa, bu so'z sen uchun 60 yil ibodat qilgandan ko'ra afzalroq. Agar sen unga bir qultum suv beradigan bo'lsang, bu ish sen uchun bir oy roza tutgandan afzalroq. Agar eringni yotog'idan turib g'usl oladigan bo'lsang, buning uchun sen 1000 marta qurbonlik qilganning savobini olasan. Agar eringga nisbatan ayyorlik qilmasdan dunyodan o'tsang, osmondagi farishtalar sen uchun tasbih aytishadi. Ering bilan o'yin kulgu qilganing uchun esa 60 ta qulni ozod qilganning savobini olasan. Agar eringni molini himoya qilsang, uning qarindoshlariga yaxshi muomalada bo'lsang, 5 vaqt namozingni o'qisang va Ramazon ro'zasini tutsang, bu sen uchun 1000 marta Ka'bani tavof qilgandan afzalroq."